Assalomu alaykum, qulmay nomlashlar. Sizlar bilan Xudoning yangi yilni Xudoga kutib oldik. 2026-yil kirib keldi. Mana yangi kim kommentarda yozibdiki, bitta shu ko'rsating, shu buni yangi tibbiy seydi degan ekan. Mana sizlar bo'lishim kelib ko'rsatyapman. Mana yerda gulni qaranglar, ham meva, ham gul sevmasi. Bunga mana aytganlar, ayniqsa qaranglar. Gul meva. Mana yerda gul deb e'tibor beriladi. Alohida e'tibor beriladi buni. Baglari boshqacha, qoramtir bo'lib turibdi. Alohida e'tibor beriladi. Qanaqa bu qulpinoy, yangilik bu, yangilik. Mana shu o'rtadagilar hammasi oq qulpinoy. O'sha kecha, nagi chekkagacha, o'rtada yo'q, ag'ida yo'q. O'shacha bu oq qulpinoy. Xudo xolasa qaranglar, ko'pmaydi. Boshqacha gullari ham boshqacha. Xudo xolasa bu qulpinoyni ham pishayotgan jarayonlarni olib boraman, xudo xolasa. Mana bularga o'xshatman. Mana gulni qaranglar, mevani qaranglar, Allohimga behisob shukrlar bo'lsin. Qaranglar yana. Bittasi mana o'zi qizarib pishish harakatini bo'lib qopti, harakat qilib qopti. Gul meva. Bu yerda mana mevalar, gullar. Xudo xolasa sizlar bilan shu bo'lishim keldi. Xudo xolasa inshaalloh zo'r. Shu semasin gullash jarayon, meva berish jarayon, hammasi zo'r. Shuncha gul meva. Xudo xolasa inshaalloh o'tgan bitta gullash jarayoni, meva berish jarayoni degandek qizarish, shish jarayonlar ketyapti, xudo xolasa. Tekis xudo xolasa oldilari o'sha rang qadarash boshlab qoldi. Ko'p emas, bitta ikkita rang qadarash boshlab qoldi. Allohga behisob shukr. Taxminan 20-chi shu nimalardan sentabr mahsuliyat. Yanvarlarda xudo xolasa yaxshigina pishib boshlaydi, xudo xolasa. Mana xudo xolasa buni aytganim, pishish jarayon ketyapti buni. Buni yerda ham mana katta bo'lib qopti. Xudo xolasa. Video manfaatli bo'layotgan bo'lsa, yoqayotgan bo'lsa, qizg'anmasdan like bosib, kommentariyaga omad so'zini yozib, bizni qo'llab-quvvatlab tursaring, biz videoni qiziqib, yana ham qiziqishda doim aytib o'taman, video chiqarishni boshlab bo'lamiz. Ketaveradi, davom etaveradi, xudo xolasa. Sizlardan hech nima ketmaydi, like bosib qo'yishdik. Men o'zim videoda ko'rib qolsam, kim videosini ko'rsam like bosib qo'yaman. Sababi o'sha odam rivojlanadi, o'sha odam. Sabab bo'lsa bo'lishim kelib video qilyapman-da. Ana qizarib qolibdi. Ko'pmelarimiz ko'payib qoldi, xudo xolasa. G'uncha bo'lib ko'payib qoldi. Xudo xolasa. Ko'pgina bo'lib mana g'uncha qaranglar. Meva gul. Qo'llab-quvvatlab like bosib turinglar. Xudo xolasa inshaalloh. Xudo xolasa. Mana ko'pincha qilarishga tushib qoldim deb ham. Xudoga shukr, Allohimga behisob shukrlar bo'lsin. Qancha ko'payib qoldi mevalarimiz ham. Inshaalloh. Xudo xolasa. Gullash, mevalash, jarayonlar mana. Xudoga shukr. Endi videoni uzoq qilmay, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
Hammalarning ishlariga omad. Yangi yilda Xudo xolasa o'ylagan ishlaringizni amalga oshishini Allohdan so'rayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar doim.